Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomiz, ya'ni bugungi ma'lumotimiz gapirib o'tadigan kasalliklardan biri cherepное давление, ya'ni miya ichki bosimining oshib ketishi. Hozirda bu narsa bolalarda ham bor, bu narsa kattalarda ham bor, o'rta yoshlarda ham bor. Bu aslida qanaqa holat, ya'ni qanaqa kasallik va buni chorasi qanaqa? Bu hozirda ko'proq qiynaydi. Bu holat qanaqa vaziyatlarga olib keladi? Ya'ni belgilari qanday? Cherepный bosimi miyaning ichki bosimi hisoblanadi. Bunda miya faoliyatida kuchli stresslar davomida, kuchli qo'rquvlar davomida, muntazam telefonlarga termilish, muntazam juda ko'p o'tkir informatsiyalarni, ya'ni vahamalik narsalarni ko'rish ham miya ichki bosimini va asosan o'tga ziyonli keltiradigan achchiq, sho'r, namakoblik mahsulotlarni yeyish, yeb uxlab qolish ham miya ichki bosimini oshib ketishiga olib keladi. Xo'p, endi bu kasallik o'zi aslida nimaga bolalarda ham bo'ladi degan savol bor. Bolalarda bo'lishiga sabab ko'p bolalar tug'ma желчный puzir, ya'ni zagi bo'lib tug'ilyapti. O't qopining qishish holatiga moyil bo'lib tug'ilyapti. Ko'p holatlarda bolalarimizda ich qotish holati va ichaklarda o't qopida dimlanish bilan tug'ilyapti. Buni sababi ham ko'proq cherepni davleniyani oshirishga olib keladi. Mana shu holatlar ham olib keladi. Va undan tashqari boshning qisilib tug'ilishi, rivojlanishdan oldin, ya'ni tug'ilishdan oldin tug'ilish, tushuntira oldim. Demak, 9 oylikda emas, 7 oylikda yoki unga to'lmasdan tug'ilish ham cherepni davleniyani oshirib yuboradi. Bolalarda shu holatlar keltirib chiqaradi. Va qo'shimchasiga bolalarda o'sha ona qornida vaqtida stresslarni olishi bolalarni miya ichki bosimi bilan tug'ilishga olib keladigan sabablardan biri hisoblanadi. Endi ko'p insonlar ko'p joylarga boradi, turli xil deylik dorilardan foydalanadi. Misol uchun zinnarizin ichish mumkin, pirasitam, ukol dorilardan serbralizin va hokazo miya faoliyatini majburiy qon aylanishini yurgizish uchun qilinadigan dorilar, tabletka, ukollardan foydalanadi. Endi bir narsani tushunishimiz kerak, xalq tabobati va zamonaviy tibbiyot bir-biri bilan uyg'unlashsagina xalq to'g'ri yo'ldaligini biladi. Ya'ni vrach, doktor xalq tabobatini yomonlasa, tabib zamonaviy tibbiyotni yomonlasa, xalqimiz kasallikni davolashda ikkilanib qoladi va davolanishda va noto'g'ri yo'lga holatlarni olib, ya'ni noto'g'ri usullardan foydalanib aziyat chekadi. Shunday ekan, bir-biriga yordam berish, bu esa bemorlarni, xalqni to'g'ri davolanishga olib keladi. Endi xo'p, bilamizki, zamonaviy tibbiyot tez yordamda og'riq qoldirishda anchagina samarali va jarrohlik yo'lida juda katta yutuqlarga ega. Jarrohlik nafaqat hozirgi vaqtda, bundan 1000 yil oldin Ar-Roziylar, Ibn Sinolar davrida ham jarrohlik qilingan. Ya'ni aytayotganim, buni sabablan aytayotganim, xalq tabobatida kasallik davolanadi. Zamonaviy tibbiyotda tez yordamlik imkoniyatlar katta. Demak, ikkalasi integratsiya bo'lsa, bir-biriga yordam bo'lsa, bir-biriga yordam bersa, unda kasallikni davolash mushkul bo'lmaydi. Cherepный давление bu asosan miya faoliyatini o'zi bilan va ichak faoliyati va o't qopini ahamiyati juda katta hisoblanadi. Buni qanday deyishingiz mumkin? Yuqorida ta'riflab o'tadigan, o'tga ziyon keltiradigan, o'tda dimlanish hosil bo'lib qolgan bolachalarda qabziyat, ya'ni ich qotishi, kolit uyg'onish kasalliklarini qotishi holatlarida cherepный давлениyaning oshib ketishi bemorlarda ko'plab shu xatolarda, o'sha kasallik belgilari hosil bo'lganda cherepный давление oshadi. Endi bir narsani tushunishimiz kerak. O'zi masalan davleniyingiz bor. Misol deylik, cherepный давление, umumiy davleniya bor. Рабочий deymiz. Ishchi davleniya 120 ga 70, 110 ga 60, 120, 130 ga 70 deylik, 80. Bu ishchi davleniya, bu bosim har doim bo'ladi. Xuddi shunday miyaning cherepный давленияsi 3-4 norma hisoblanadi. Demak, tushuntira oldimmi? Buni o'zini bosimi bo'ladi. Faqat bunga asosan yaqin bo'ladigan sabablar, a'zolar bu bosimni ko'tarib yuboradi. Shunda biz aziyat chekamizki, o'sha bosimni ko'tariladi. Endi ko'p holatlar davolashda qanday? Masalan, o't qopi sababli bo'ladigan uni tozalash, unga foydali bo'ladigan giyohlardan foydalanish va non mahsulotlarini yig'ishtirib tashlash kerak. Ya'ni olib tashlash kerak. Ovqatlanish tartibida olish kerak. Qalampir, sho'r, achchiq, o'ksiz, ko'mir mahsulotdan qilinadigan aksariyatini olish kerak. Umrbod emas, bir xil aytish mumkin, shu bilan o'lib ketamizmi, yeb qolish kerak deb. Unaqa emas. Xo'p, ma'lum vaqt 1 oy, 2 oy e'tibor qilinadi va e'tibor tana yaxshilangandan so'ng foydalanilish mumkin va eng yaxshi usullardan biri bo'ladi va zuluk qo'yish va hijoma qilish ham cherepный давлениyaga yaxshi foyda qiladi. Cherepный давленияni
qisman davolashi va unga keladigan sabablari haqida tushuntirib berishga harakat qildim. Videomizda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Xo'p, hammaga omad. Videoni chertni davlat bo'yicha qiynalib yuradigan insonlarga jo'natib qo'ying. Manfaatliroq bo'ladi degan umiddamiz. Bizning maqsadimiz shu xalqimizga nimadir foydali ma'lumot yetkazib berish. Bundan bir pul yo boshqa manfaatdor emas, yo nimadir sotish emas. To'g'ri yo'lni tanlasa, hadeb kuchli dorilarga muhtoj bo'lmasa, boshimiz osmonga yetadi. Videomizni uchun ma'lumotlar uchun bitta laykni ayamaysiz. Xudo xolasa, keyingi videolarimizni ko'rishguncha omon bo'ling.